Bilmading-ku. Menga hijom haqida yana gapirib ber. Hijomani tushunmasdim. Haqiqatdan tushun. Qo'rqdim san kelganingdan keyin. Qo'rqdim. Ha. Birinchi marta sizlarga qilinishimi hijoma? Ha, menga birinchi marta qilinishi. Hijoma sunnatligini bilarding-a sana? Eshitganman. Qayerdan eshitgansan? Necha marta etish kerak? Yana eshitgim kelyapti-da. Qayerdan eshitgansan? Etmayman endi. Yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olganligini eshitganmiding? Eshitganman. Chiqib ket. Chiqolmayman. Nega? Hijoma qilganda joning Sehr og'ridi? qilingan. Hijoma qilganda ozorlandingmi? Juda ozorlandim. Kuching qolmadi sani hijomadagina. Kim musulmon bo'lasan? Musulmon bo'lmayman. Nega? Yo'q, Allohdan qo'rq. bo'lmayman. Nega? Umar senga Sumaya deb ism qo'yibdi-ki, Sumaya bo'lasan deb chiqib Menga ketasan. qo'ymadi uni. Kimga qo'ydi? O'zi aytdi. Sumaya bo'la qol, chiroyli-ku, yaxshi-ku. Yo'q,